Uychi tumanining Guliston mahallasi hududida joylashgan Axsi ko'li baliqchilik va ekoturizmni rivojlantirish uchun muhim salohiyatga ega maskanlardan biri hisoblanadi. Maydoni 33 gektarni tashkil etuvchi mazkur ko'lda 10 ga yaqin baliq turi uchraydi. Shu bois vodiyning turli hududlaridan ixlosmandlar bu yerga baliq ovlash uchun tashrif buyurishadi. Ayniqsa oktyabr-noyabr oylarida baliq oviga qiziquvchilar soni yanada ortib, hozirning o'zida ham kechki vaqtlarda ko'l atrofida dam oluvchilar va baliq ovlovchilar ko'payib bormoqda. Kelgusida Axsi ko'li hududida baliqchilik turizmini yanada rivojlantirish, zamonaviy baliqxonalar, dam olish maskanlari, xizmat ko'rsatish va servis obyektlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Bugunning o'zida ushbu maskanga har kuni o'rtacha 100 nafarga yaqin baliq ovlash ishqibozlari tashrif buyurmoqda. Istiqbolda Axsi ko'lini baliqchilik turizmi bo'yicha Farg'ona vodiysining yirik markazlaridan biriga aylantirish, baliq ovlash ixlosmandlari uchun zamonaviy va qulay sharoitlar yaratish, shu orqali ichki turizmni rivojlantirish hamda yangi ish o'rinlarini tashkil etish ko'zda tutilgan. Men Sabiya Isprobraniy Rashidovich tadbirkorman. Shu 3 tumanining Jida kepasida va shu yerda tadbirkorlik qilaman. Mana shu ko'lni tashkil qilganman. Sirli baliq havzasi. Mana bu yil 5-yil. 10 dan ko'proq xil baliq bor. Amur, sazan, ilonbosh, yo'stra, oq baliq degandek. Mana hozirgi kunda alohida 5 gektar joy qilganmiz. Sun'iy ko'l qilganmiz. Shu sun'iy ko'lga qalmoqchilarni turizmni rivojlantirish uchun mana shu qalmoqchilarni tashkil qilganmiz. Kisiladan baliq tikiladi. Bilganlar, yaxshi kayfiyat ko'taradiganlar kelib kayfiyatini ko'tarib, qalmoqlar tashlab kayfiyatini ko'taryapti. Ertalabki 6 dan kechki tomon 6 ga doğru bitta etap, kechki tomonga 6 dan ertalabki 6 ga doğru yana bir etap kelishib baliqlar ovlab kayfiyatlarini ko'tarishib yurishibdi. Xudo xolasa buni katta ko'limizda ham turizmni rivojlantirmoqchimiz. Xudo xolasa hozir salkam 250 mingdan oshiq baliqni yetishtiryapmiz. Xudo xolasa bu baliqlar o'sha 1,5 kilo 2 kiloga borganda o'sha turizmni yanada rivojlantirib, xudo xolasa buyuk chiqarib orlarida javob. Bu joylar shunchalik joylar bo'lganki, odam bo'lsa qo'rqadigan joylar bo'lgan. Tashlandiq joy bo'lgan, bir tashlandiq, ayni zavod tachskalari tushib, sassizda beyda chidab bo'lmaydigan sharoit bo'lgan. Baliqlar o'lib ketgan bo'lgan. Shayni ko'rib, o'zimga xulosa chiqarib, xudo xolasa beylarni chiroyli obod qilaman degan niyatda ish boshlaganman. Xudo xolasa mana hammasi osoyishta bo'ldi. Mana zavod tachskalarni to'xtatdik. Beyda qamzorlar o'rildi. Mana hamma yo'q projektor, kameralangan. Kechasi odamlar ham bemalol piyoda uyiga yetib oladigan sharoitga keldi bu joylar. Odam havas qiladigan sharoitga yetib keldi. Xudo xolasa yanada turizmni rivojlantirish uchun bizni faoliyatimizga qo'llab-quvvatlashlashsa, turizmni bundan ham kuchaytiramiz. Kasbimiz shu ustachilik. Motorlar, shunaqa instrumentlarni tuzatib o'tiramiz. Faqat barida mana shu miyani dam oltirgan aylanib kelamiz xolos. O'zimizda endi bunaqa holati yo'q sharoitlar. Bir kelganda qancha baliq ovlayapsizlar? O'rtanchasi shu 4 kilo 5 kilo olamiz. Endi holatiga qarab, chiqishiga, charchagan dam olganda kelamiz xolos.